Nima uchun, nima sababdan biza oyoq bo'g'imlar qaqshab og'rishida, suyagi yemirilishida mana shularni qayta tavsiya qilayotganimizni bilasizmi? Bilmasangiz videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. İlk marta ishganimda o'sin oyog'im qaqsab og'rigandari qoldi, yaxshi bo'ldim. Tag'in kelib turman aluga. Bir hafta ichganda natijasini sezuvdi. Ichyapti, ozgina qoluvdi, yana kelib olib ketyapman. Shu yerda og'riq bor edi, grizam bor edi. Shularga ichdim, men davo topdim, shundan davo topyapman. Bir oy oldin olib ketdingiz-a? Bir oy oldin olib ketganman. Shuni ichdim, shuni foydasi bo'ldi. Mana hozir bunda o'tira olmasdim. Bo'g'inlarimda o'tiriq paydo bo'lyapti. Bemalol o'tiryapman mana. Bunday qilib mana bemalol o'tiryapman. Oldin o'tira olmasdim. Oldin o'tira olmasdim shuni. Og'riq kechqurunda ham bo'lardi, og'riq to'xtadi. Shunaqada ko'pchilikga yaxshi yordam beryapti o'zi mana shu. Yordam beryapti shu. Yordam bergani uchun kelib olib ishyapti. Yaxshi ta'sir qildi bu. Olib ketuvdim, 7 kun spirt bilan oyog'ingizni artib, keyin suring dedingiz. Men surdim. Yo, yaxshi bo'ldi. Mana yuribman xudoga shukr. Endi bularni ichib shifo topganlarning hammasi ham videoga tushib bergisi kelmaydi. Shuning uchun ba'zilaridan odzifa olib sizlarga qo'yib berdik. Ko'ryapsizlar, foydasi bor narsa bo'lganligi uchungina biz ham buni qayta tavsiya qilib turibmiz. Endi siz ham shunaqangi suyak bo'g'im kasalliklari, oyoq bo'g'im, qo'llar qaqshab og'rishi bo'lsa yokida grijes bo'lsa, bitta shundan olib ishlatib ko'rsangiz foydasi juda zo'r bo'ladi. Endi xo'p, manzil qayerda deydiganlarga, bizning manzil Toshkent shahri Yunusobod dehqon bozor, mana 494-joy, shunga qarab kelaverasizlar.